Assalomu alaykum do'stlar. Bu Cobalt'imizning salondagi radiatorining salonigidan antifriz og'izdi. Ana shu salonigini almashtiramiz hozir birgalikda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ana shundan antifriz og'izgan bu. Saloniga qatib qolgan. Shularni ochamiz hozir. Hozir ana shu qora klipsani olamiz. Bu pechkaning shamol kelayotgan yerini ushlab turadi. Ana shunday senzlar chiqadi. Oldik. Endi geçemiz. Ana shuni so'z chiqadi. Qo'yib turamiz bu yoqqa. Ana shu yerdan antifriz chiqarganmi? Sonligidan. Şuradan ham hozir ochib ko'ramiz. Mana shu 2 voltni chechamiz. Mana shu ikkovini hozir mana shu ikkovini chechamiz. Mana shunday 7lik ko'lish bo'ladi bu. Zo'r, arg'amashimdan bor edi, g'olib. Tekshirib do'stlar. Chechib oldik, endi bu olinish kerak. Olamiz. Shundaylarni qo'yib yana antifrizni og'iz olamiz. Mana shu ilk qavatni chechamiz. O'zlari chechiladi bu. Shu ikki yoqqa ayirsak hozir chechib ko'rsataman. Bir qavatini oldik. Peskisini. Endi balandkisini olamiz. Mana ikkinchisini ham chechdik. Hozir ochamiz buni, antifrizni og'iz olamiz. Mana ochdik. Shunchalik 1 litrdek antifriz og'adi. Endi salniklarni almashlaymiz. Mana salniklarni olib tashladik. Mana toza salniklar. O'zim qatib qolgan ekan. Hozir toza salnikni qo'yamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bir amallab qistirdim qavatlarni. Toza salnikni qo'ydik. Endi xudo qalasa antifriz chiqmaydi. Endi antifrizni solamiz. Her ehtimolga qarshi qavatlari bo'shab ketmasligi uchun sim bilan mahkamladim. Antifriz solgandan keyin mashinamizni yana shunday yog'ib, havolarni chiqarib beramiz. Mana havolari pastga chiqib. Endi xudo qalasa mashinamiz tayyor. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Bunday ishlar ham etaveramiz, aytaverasizlar.